Assalomu alaykum aziz do'stlar. Pensiya masalalariga bag'ishlangan kanalimizga xush kelibsiz. Bugun men siz bilan shunchaki bir yangilikni emas, balki hayotingizni o'zgartirishi mumkin bo'lgan juda muhim shoshilinch ma'lumotni baham ko'rmoqchiman. Bu video ayniqsa nafaqaxo'rlarimiz uchun juda katta ahamiyatga ega. Chunki gap qo'shimcha to'lovlar haqida ketmoqda. Ularni olish uchun oxirgi muddat aprel oyining oxiri. Keyin esa bu imkoniyat butunlay yopiladi. Shuning uchun iltimos videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Hozirning o'zida kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu ma'lumotni iloji bo'licha ko'proq odamlar ko'rishi uchun muhim. Chunki har bir kunga, har bir soatga bo'lib taqalyapmiz. Azizlar, avvallari pensiya va ijtimoiy nafaqalar tizimi birmuncha murakkab edi. Ko'pgina qo'shimcha to'lovlar uchun alohida arizalar yozish, bir nechta idora eshigini taqillatish kerak bo'lardi. Pensiya hisoblashdagi koeffitsiyentlar, stajni tasdiqlashdagi qiyinchiliklar ko'pchilikni charchatardi. Ba'zi to'lovlar esa faqat aniq bir sabab, masalan, o'quvchisini yo'qotganlik bo'lganda juda tor doiradagi shaxslarga berilar edi. Ya'ni ko'plab nafaqaxo'rlar o'zlariga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan qo'shimcha to'lovlardan bexabar qolib, ularni olish imkoniyatini boy berishgan. Tizimda shaffoflik yetishmagani sababli. Ayrim to'lovlar faqat o'z odamlarga yoki uzoq yillik byurokratik jarayonlardan so'ng berilardi. Bu esa aholining pensiya tizimiga bo'lgan ishonchi biroz pasaytirgan edi. Ko'pgina qonunchilik hujjatlari eski edi. Ularda zamonaviy ijtimoiy ehtiyojlar to'liq aks ettirilmagan. Masalan, ba'zi ijtimoiy himoya turlari faqat qog'ozda mavjud bo'lib, amaliyotda ulardan foydalanish qiyin kechardi. Ammo bugun vaziyat tubdan o'zgardi. Hukumat nafaqaxo'rlarni ijtimoiy himoya qilish borasida muhim qadamlarni amalga oshirmoqda. Yangi qarorlar qabul qilindi, qonunchilikka o'zgartirishlar kiritildi. Endi sizga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan bir qator qo'shimcha to'lovlarni soddalashtirilgan tartibda rasmiylashtirish imkoniyati paydo bo'ldi. Asosiysi, bu jarayon uchun maxsus bir muddat belgilangan. Aprel oyining oxirigacha. Bu muddatdan so'ng ushbu imtiyozlar va soddalashtirilgan tartib o'z kuchini yo'qotadi va to'lovlarni olish avvalgi murakkab tartibga qaytadi yoki umuman imkonsiz bo'lib qolishi ham mumkin. Nima uchun bunday tezkor muddat qo'yildi deb so'rashingiz mumkin. Bu birinchidan aholini tezroq qo'llab-quvvatlashga qaratilgan hukumatning shoshilinch choralari bilan bog'liq. Ikkinchidan, bu ehtimol davlat budjetidagi resurslarni ma'lum bir muddatda sarflab, keyingi davr uchun yangi moliyalashtirish mexanizmlarini joriy etish uchun mo'ljallangan. Eng muhimi, biz uchun hozirgi imkoniyatdan foydalanib qolish kerakligi. Aynan hozirgi davrda ko'pgina to'lovlar uchun hujjatlarni tekshirish va rasmiylashtirish jarayoni ancha tezlashtirilgan. Shuning uchun har bir nafaqaxo'r bu imkoniyatni qo'ldan boy bermasligi shart. Keling, endi bu qo'shimcha to'lovlar haqida batafsilroq gaplashaylik. Kimlarga tegishli, kimlar tashvishlanishi kerak va kimlarga bu ma'lumot unchalik ham daxldor emasligini aniqlab olamiz. Bu yerda bir nechta asosiy toifalar mavjud. Birinchi toifa ishlayotgan pensionerlar, odatda pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashni davom ettirayotgan shaxslar uchun pensiya qayta hisoblash tizimida ba'zi cheklovlar mavjud edi. Biroq so'nggi o'zgarishlar shuni ko'rsatadiki, ba'zi hollarda ularning ish staji va ish haqi hisobga olinib, pensiya miqdori sezilarli darajada oshirilishi mumkin. Buning uchun ularning oxirgi ish haqi va umumiy ish staji qayta ko'rib chiqiladi. Agar siz pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlagan bo'lsangiz va oyligingiz pensiya chiqqaningizdan keyin oshgan bo'lsa, bu sizga tegishli bo'lishi mumkin. Masalan, Oydin opa deylik, 65 yoshda 30 yillik mehnat stajiga ega. Pensiyaga chiqqach yana 5 yil ishlagan va bu davrda uning oyligi avvalgi davrdagidan ancha yuqori bo'lgan. Ilgari bu 5 yillik staj va yuqori oylik to'liq hisobga olinmasdi yoki faqat ma'lum bir chegarada inobatga olinardi. Endi esa yangi qoidalar tufayli Oydin opaning so'nggi 5 yillik ish haqi ham to'liq hisobga olinishi va pensiyasi qayta hisoblanishi mumkin. Misol uchun, avval Oydin opa yilini 2 million so'm pensiya olgan bo'lsa, qayta hisoblashdan so'ng bu miqdor 2002 3 million so'mga yetishi mumkin. Bu juda muhim farq. Buning uchun Oydin opa ish joyidan so'nggi 5 yillik ish haqi to'g'risida ma'lumotnoma olib, pensiya jamg'armasiga taqdim etish kerak. Ikkinchi toifa o'quvchisini yo'qotgan oila a'zolariga g'amxo'rlik qilayotgan pensionerlar, agar sizning qaramog'ingizda oilaning mehnatga layoqatsiz a'zolari, masalan, voyaga yetmagan bolalar, nogiron farzandlar, keksa ota-onalar bo'lsa, sizga qo'shimcha to'lovlar tayinlanishi mumkin.
Bu to'lovlar odatda har bir qaramog'idagi shaxs uchun pensiya miqdoriga ma'lum bir foizda qo'shimcha beriladi. Misol, Ahmet aka 7 yoshda. Uning qaramog'ida marhum o'g'lidan qolgan 10 yoshli nabrasi bor. Nabraning ota-onasi yo'q bo'lgani uchun Ahmet aka uning boquvchisi hisoblanadi. Ilgari bu kabi holatlarda qo'shimcha to'lovni rasmiylashtirish juda ko'p hujjatbozlik talab qilar edi. Endi esa tizim soddalashtirilgan. Ahmet akaga nabrasi uchun 30 betin miqdorida qo'shimcha to'lov qo'shilishi mumkin. Agar uning pensiyasi 2 million so'm bo'lsa, bu unga har oyda qo'shimcha 600 ming so'm deganidir. Bu har oy oila byudjetiga sezilarli darajada yordam beradi. Buning uchun bolaning tug'ilganlik guvohnomasi, marhum ota-onasining vafot etganlik haqidagi guvohnomalari va Ahmet akaning farzandi ekanligini tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'ladi. 3-toifa nogironligi bor shaxslar, jumladan bolalikdan nogironlar va ularning vasiylari. Nogironlik nafaqasi oluvchilar uchun ham ba'zi qo'shimcha to'lovlar belgilangan. Xususan, og'ir darajadagi nogironligi bo'lgan shaxslarga yoki ularga qarovchi vasiylarga alohida e'tibor qaratilmoqda. Agar siz yoki oila a'zolaringizdan kimdir nogironlik nafaqasini olgan bo'lsa, ammo sizga g'amxo'rlik qilish uchun qo'shimcha mablag' kerak bo'lsa, shu muddat ichida murojaat qilishingiz shart. Misol, Dilnoza singlimiz 65 yoshda. Guruh nogironi. Unga doimiy ravishda g'amxo'rlik kerak. Uning onasi Zaynab opa 6 yoshda unga vasiylik qiladi va o'zi pensiyada. Ilgari Zaynab opa Dilnoza uchun faqat umumiy nogironlik nafaqasi olardi. Yangi qoidalar bo'yicha guruh nogironiga qarash uchun alohida qo'shimcha to'lov tayinlanishi mumkin. Bu to'lov 400-500 ming so'm atrofida bo'lishi mumkin. Buning uchun Vrachlik mehnat ekspert komissiyasi VMI tomonidan berilgan nogironlik to'g'risidagi ma'lumotnoma va vasiylikni tasdiqlovchi hujjatlar taqdim etilishi kerak. 4-toifa yangi turdagi ijtimoiy yordamlar. Temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftariga kiritilganlar, agar siz shu daftarlardan biriga kiritilgan bo'lsangiz va pensiyada bo'lsangiz, sizga ham qo'shimcha moddiy yordam ko'rsatilishi mumkin. Bu ko'pincha bir martalik yoki ma'lum muddatga beriladigan to'lovlar bo'lishi mumkin. Hatto pensiyangiz kam bo'lmasa ham aynan shu daftarlarga kiritilganingiz sababli sizga yordam berilishi mumkin. Bu to'lovlar, masalan, kommunal to'lovlarni qoplash, oziq-ovqat mahsulotlari sotib olish yoki sog'ligingizni tiklash uchun sarflanishi mumkin. Bu yerda shuni yodda tutish kerakki, daftarlarga kiritilish mexanizmi mahallada va hokimiyatda amalga oshiriladi. Shu sababli agar siz ushbu daftarlardan birida bo'lsangiz, pensiya fondiga murojaat qilishdan oldin mahalla faollari bilan bog'lanib, tegishli ma'lumotnomani olishingiz kerak bo'ladi. Bu qo'shimcha yordam bir martalik bo'lsa ham, ba'zida bir necha million so'mga yetishi mumkin. Bu esa pensionerning hayoti uchun juda katta yordamdir. Kimlar tashvishlanmasligi kerak degan savolga kelsak, agar siz maksimal pensiya oluvchilar toifasiga kirsangiz, ya'ni pensiyangizning miqdori qonun bilan belgilangan eng yuqori chegaraga yaqin bo'lsa, sizga qo'shimcha to'lovlar kamdan kam holatlarda tegishli bo'ladi. Xuddi shunday, agar sizning pensiyangiz yaqinda qayta hisoblangan bo'lsa va unda barcha ehtimoliy qo'shimchalar allaqachon hisobga olingan bo'lsa, siz ham bu jarayonda ishtirok etmasligingiz mumkin. Biroq shunga qaramay, bir bor tekshirib ko'rish ortiqchalik qilmaydi. Pensiya jamg'armasiga yoki davlat xizmatlari markaziga borib, holatingizni tushuntirsangiz, ular sizga aniq javob berishadi. Bu hatto bir marta tashrif buyurishga arziydigan harakatdir. Endi esa eng muhim qism, istisnolar, tuzoqlar va kutilmagan nozik jihatlar. Bu yerda juda ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan ba'zi jihatlar bor. Birinchidan, hujjatlar to'plami pensiya jamg'armasi xodimlari barcha to'lov turlari uchun bitta ro'yxat berishi mumkin. Ammo aslida sizning holatingizga qarab ba'zi hujjatlar kerak bo'lmasligi, ba'zilari esa qo'shimcha ravishda talab qilinishi mumkin. Masalan, ba'zi ijtimoiy nafaqalar uchun oilaning daromadlari haqidagi ma'lumotnoma talab qilinadi. Sizga tegishli bo'lgan qo'shimcha to'lov turi uchun aniq qaysi hujjatlar kerakligini pensiya jamg'armasining o'zidan so'rab bilish eng to'g'ri yo'l. Umumiy ro'yxatga tayanib, vaqtingizni yo'qotishingiz mumkin. Ikkinchidan, muddatlar va murojaat usullari. Yuqorida aytganimizdek, aprel oyining oxirgi muddat. Ammo bu faqatgina ariza berish muddati, hujjatlar ko'rib chiqish muddati ham bor. Shuning uchun iloji boricha ertaroq murojaat qilish kerak. Agar siz aprelning oxirgi kunlarida murojaat qilsangiz, tizimga yuklama tushishi sababli arizangizni ko'rib chiqish kechikishi mumkin.
Yana bir muhim jihat ayrim to'lovlarning nafaqat bevosita pensiya jamg'armasi orqali, balki davlat xizmatlari markazlari yoki elektron platformalar orqali ham rasmiylashtirish mumkin. Ba'zi to'lovlar uchun esa Xalq banki filiallari ham arizalarni qabul qilishi mumkin. Bu siz uchun qulaylik yaratadi. Lekin qaysi xizmat turiga qayerdan murojaat qilish kerakligini aniqlashtirib olish lozim. Elektron murojaat qilish imkoniyatlari ham tobora kengayib bormoqda. Masalan, Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali My Ko'guch orqali. Agar sizda bunday imkoniyat bo'lsa, bu vaqtni sezilarli tejaydi. Biroq elektron murojaatda xatoliklarga yo'l qo'ymaslik juda muhim. Chunki hatto kichik bir xato ham arizangizni rad etilishiga olib kelishi mumkin. Uchinchidan, rad etish sabablari va shikoyat qilish tartibi. Agar sizning arizangiz rad etilsa, rad etish sabablari yozma ravishda sizga ma'lum qilinishi shart. Bu rad etish sababini diqqat bilan o'rganing. Ba'zida rad etish texnik xato yoki hujjatlardagi kichik nuqson tufayli bo'lishi mumkin. Bunday hollarda kamchiliklarni tuzatib qayta murojaat qilish mumkin. Agar rad etishni asossiz deb hisoblasangiz, yuqori turuvchi tashkilotlarga, pensiya jamg'armasining yuqori organlariga, vazirlar mahkamasiga yoki sudga shikoyat qilish huquqingiz bor. Bu jarayon vaqt talab qilishi mumkin, ammo o'z haqqingizni talab qilishdan qo'rqmaslik kerak. Ko'pincha pensiya fondining ichki tartib-qoidalari bilan bog'liq bo'lmagan, lekin nafaqaxo'rning shaxsiy holatiga bog'liq bo'lgan nozik jihatlar tufayli to'lovlar rad etiladi. Masalan, ishlagan joydan olingan ma'lumotnomada ish haqi miqdori noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa yoki staj davrlari to'liq aks ettirilmagan bo'lsa, bu holatlarda avvalo ma'lumotnomani bergan tashkilotga murojaat qilib, xatoliklarni tuzatish lozim. 4-dan, pensiya tizimidagi yangi atamalar va ularni tushunish. Pensiya qonunchiligiga kiritilgan o'zgarishlar ko'pincha yangi atamalar va tushunchalarni o'z ichiga oladi. Masalan, pensiyani qayta hisoblash koeffitsiyenti, minimal iste'mol xarajatlari, bazaviy pensiya miqdori kabi tushunchalar sizga noaniq bo'lishi mumkin. Bu atamalarni tushunmasdan o'zingizga qaysi to'lov turi tegishli ekanligini aniqlash qiyin bo'ladi. Shu sababli pensiya jamg'armasi xodimlaridan barcha tushunarsiz joylarni batafsil tushuntirishlarini so'rang. Bu sizning huquqingizdir. Ularning vazifasi sizga aniq va shaffof ma'lumot berishdir. Va nihoyat yashirin imkoniyatlar. Ba'zi hollarda keksa yoshdagi fuqarolarimiz o'zlariga tegishli bo'lgan imtiyozlar va qo'shimcha to'lovlardan bexabar bo'lishadi. Masalan, agar siz kam ta'minlangan oilada yashasangiz va pensiya miqdoringiz minimal iste'mol xarajatlaridan past bo'lsa, sizga ijtimoiy yordam ko'rsatilishi shart. Yoki uzoq yillik ish stajiga ega bo'lgan, ammo past maosh bilan ishlagan shaxslar uchun ham pensiyani qayta hisoblashda ba'zi imtiyozlar mavjud bo'lishi mumkin. Bu holatlarda siz o'zingizni tashvishlanmaydiganlar toifasiga kiritmasdan, albatta pensiya jamg'armasiga murojaat qilishingiz kerak. Xususan agar sizning mehnat daftarchangizda ish haqi to'g'risida yetarli ma'lumotlar bo'lmasa yoki ba'zi yillar uchun ma'lumotlar yo'q bo'lsa, siz maxsus komissiya orqali bu ma'lumotlarni tiklashga yoki o'rtacha ish haqi ko'rsatishlari bo'yicha hisoblashni so'rashingiz mumkin. Bu ham o'ziga xos bir yashirin imkoniyatdir. Endi esa azizlar, eng muhim qism amaliy maslahatlar. Siz nima qilishingiz kerak? Qadam-baqadam ko'rsatmalar. O'zingizga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan to'lov turini aniqlang. Yuqorida sanab o'tilgan toifalardan qaysi biriga kirishingizni tahlil qiling. Siz ishlayotgan pensionerlar toifasiga kirasizmi? Qaramog'ingizda mehnatga layoqatsiz a'zolar bormi? Nogironlik nafaqasi oluvchilar orasidamisiz? Temir daftarga kiritilganmisiz? Agar bir nechta toifaga kirsangiz, barchasini eslab qoling. Bu sizga keyingi qadamda pensiya jamg'armasi xodimlariga aniq savollar berishga yordam beradi. Ikkinchi qadam, qaysi idoraga murojaat qilishni aniqlang. Aksariyat qo'shimcha to'lovlar uchun O'zbekiston Respublikasi pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga murojaat qilishingiz kerak. Biroq yuqorida aytib o'tganimizdek, ba'zi xizmatlar uchun davlat xizmatlari markazlari DXM yoki Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali elektron shaklda ariza topshirish mumkin. Shuningdek, ayrim turdagi nafaqalar masalan, bolalikdan nogironlarga g'amxo'rlik qilish uchun Xalq banki orqali ham rasmiylashtirilishi mumkin. Imkoniyatingizga qarab qaysi yo'l siz uchun qulayroq ekanligini belgilang. Agar sizda elektron imkoniyatlar bo'lmasa, pensiya jamg'armasiga yoki DXMga borish eng to'g'ri yo'l. 3-qadam, kerakli hujjatlarni to'plash. Bu eng muhim va ko'p vaqt oladigan qadam bo'lishi mumkin.
Sizga quyidagi asosiy hujjatlar kerak bo'ladi, lekin bu ro'yxat to'liq emas. Holatingizga qarab o'zgarishi mumkin. Bir pasport, asl nusxasi. Astirish pensiya guvohnomasi agar mavjud bo'lsa, asl nusxasi barcha sayfalarning nusxasi ish stajini tasdiqlash uchun. Agar elektron mehnat daftarchasi bo'lsa, uning ma'lumotlari ham ko'rib chiqiladi. Astirish ish haqi to'g'risida ma'lumotnoma. Agar pensiyaga chiqqandan keyin ishlagan bo'lsangiz, oxirgi ish joyingizdan so'nggi 5 yildagi ish haqi to'g'risida ma'lumotnoma. 5. Nikoh guvohnomasi. Agar turmush o'rtog'ingiz vafot etgan bo'lsa yoki qaramog'ingizda oila a'zolari bo'lsa. 6. Farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari agar qaramog'ingizda bolalar bo'lsa. 7. Vafot etganlik haqidagi guvohnoma agar bo'g'uvchining yo'qotganlik nafaqasi uchun murojaat qilayotgan bo'lsangiz. Vrachlik mehnat ekspert komissiyasi. Agar sizda yoki qaramog'ingizda nogironligi bo'lgan shaxs bo'lsa, 9 bank hisob raqami, plastik karta raqami, to'lovlarni qabul qilish uchun uni asosiy yashash joyi bo'yicha ma'lumotnoma. Ba'zi ijtimoiy to'lovlar uchun talab qilinishi mumkin mahalla qo'mitasidan. Bir temir daftari, yoshlar daftariga kiritilganlik haqidagi ma'lumotnoma agar siz ushbu daftarlardan biriga kiritilgan bo'lsangiz, hujjatlarni yig'ishda juda ehtiyot bo'ling. Har bir hujjatning asl nusxasi va aniq nusxasi bo'lishi shart. Ba'zida nusxa notariat tasdiqlangan bo'lishi ham talab etilishi mumkin. Shuning uchun bu jihatni aniqlab oling. 4-qadam. Ariza yozish va topshirish pensiya jamg'armasi yoki DXMda sizga ariza blankasi beriladi. Uni to'g'ri va aniq to'ldiring. O'zingiz haqingizdagi ma'lumotlarni, pasport seriyasi va raqami, yashash manzili, telefon raqamingiz to'liq yozing. Qaysi turdagi qo'shimcha to'lovni so'rayotganingizni aniq ko'rsating va uning asoslarini, masalan, qaramog'ingizda farzand borligi, ishlagan pensioner ekanligingiz qisqacha bayon eting. Ariza bilan birga barcha yig'ilgan hujjatlarning nusxalarini topshiring. Asl nusxalarni esa o'zingizda saqlang va faqat tekshirish uchun ko'rsating. Arizani topshirganingizda uning ro'yxatdan o'tkazilganligi haqida sizga xat yoki shtamp qo'yilgan nusxa berilishini so'rang. Bu sizning arizangiz qabul qilinganligining tasdig'i bo'ladi. 5-qadam. Javobni kutish va monitoring qilish. Ariza topshirilgandan so'ng u ma'lum bir muddat ichida ko'rib chiqiladi. Odatda bu muddat 10-15 ish kunini tashkil etadi. Bu muddat ichida sizning arizangiz bo'yicha qaror qabul qilinishi va sizga ma'lum qilinishi kerak. Agar belgilangan muddat ichida javob olmasangiz, murojaat qilgan idorangizga telefon qilib yoki shaxsan borib arizangizning holatini so'rab bilishingiz mumkin. Bu sizning huquqingiz. Shuningdek, My.gov.uz portali orqali elektron tarzda murojaat qilgan bo'lsangiz, arizangizning holatini onlayn kuzatish imkoniyati mavjud. Aziz tomoshabinlar, unutmang, aprel oyining oxiri bu juda qisqa muddat. Har bir kuningiz qadrli. Bu video orqali siz o'zingizga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan qo'shimcha mablag'larni olish imkoniyatiga ega bo'lishingiz mumkin. Bu sizning hayotingizni yengillashtiradigan, sizga va yaqinlaringizga yordam beradigan muhim imkoniyatdir. Shuning uchun barcha ishlaringizni bir chetga surib, hoziroq harakatni boshlang. Bu ma'lumot siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Fikrlaringizni, savollaringizni va o'z tajribalaringizni sharhlarda yozib qoldiring. Bu boshqa nafaqaxo'rlarimiz uchun juda foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. O'zingiz va yaqinlaringiz haqida g'amxo'rlik qiling. Keyingi videolarda ko'rishguncha